Assalomu alaykum ahli YouTube. Bugun biz Quloqqa Dushanbedan buni ko'rsatamiz. Aeroportga boramiz, ko'ramiz vaziyat qanday. Qo'yib o'tishga harakat qilamiz. Bu video Moskvada bo'lamiz qo'yganda. Agar o'tib ketsak inshaalloh, o'tib ketsak so'rab qolamiz. Azna biz Thank you for your attention. 4 saatda Moskvada bo'lamiz. Moskva soati milliyet soat 6:40larda tushamiz. Расписание. Shunday ekan, barib hammasi vaziyat qilish kerak bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, like bosishni eslatib Assalomu alaykum. Soat 6da tush ko'rdik. Hozir soat 9 bo'lyapti. Hamma bir tavta kirgizib tekshiryapti, telefon tekshiryapti. Rossiyada qachondan beri bo'lgan, sayyor Rossiyadan tashqari birinchi bo'lgan samolot, Turkiyada bo'lgan samolot degan savollar ham bo'lyapti. Keladigan joylaringiz, adreslaringizni to'shni bilib kelsangiz yana yaxshi adreslarni so'raladi. Keyin hozircha tekshirib chiqdi, endi dal nima bo'ladi hali aniq emas. Hali hamma muddatda tekshirib qo'yib beryapti. Keyin bu yoqdan kelib turib pasportni berib chaqirib olib ketyapti. Keladi, ketyapti, qolyapti. Endi dalshi ko'ryapmiz nima bo'ladi. Yana bir assalomu alaykum ahli YouTube. Mana biz уже chiqdik. Saat 6da tushgan, saat 11:30larda chiqdik уже. Mana 6 soat, 6:30 soat zadержка bo'ldi. Tekshirishlar qanday bo'ldi? Qayerga kelyapsan? Nima ish qilasan? Boshqa davlatlarda bo'lgansa, Turkiyada bo'lsa, Suriyada bo'lsa, shunday savollar beriladi. Pol tekshiriladi, keyin hamma o'tkazyapti. Biz bilan kelgan samolyotda hech kimni qaytargan yo'q, hamma o'tib ketdi. Shu 5 soat, 6 soat, 7 soat, 8 soat, 10 soatgacha zadержкасы bo'lyapti ekan. Polish proverka qiladi, savol-javob qiladi, keyin o'tkazib beryapti. Bemalol qo'rqmasdan bilet olib kelaveringizlar. Har kimning peshonasida nima yozganini shuni biladi. Sog' bo'lsin, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.